Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Maruz ashaddiy muxlislari, obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Petermol bozoriga kelganmiz. Yangi bozordan obzorini qilamiz. Sizlarga narx-navolarni bir tanishtirib boramiz. Sog'liq sigirlar narxlari, tana, ho'kizlar, buzovlar narxlari, qo'y echkilar narxlaridan chiqarib ketamiz. Qani video roliklarimiz yoqsa, qarshilatib layklarni bosib qo'yamiz. Nima xulosalaringiz bo'lsa, kommentariya qoldirishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bozorda mol ko'p ko'rgan, hammasini syomka qilib boramiz. Qani video roliklarimizga like deb ayamasdan bosamiz, like kam bo'lyapti. Like'larni to'xtatmaymiz. O'zimiz profillarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Instagram, TikTok, YouTube profillarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shuna sizlarga tezkor videolarimiz kelib turadi. Bugungi chiqishimiz bo'lyapti 5-iyul, haftaning oxiri mol bozoridamiz, hurmatli obunachilar. O'zimizda ozgina reklamalarimiz bor, tanishtirib boramiz. Xamandar aka deydi, onangiz yo otangiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, yo opa singillaringiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, aka singillaringiz tug'ilgan kunlari bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarini qo'yib boramiz. Reklama orqali bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ota-onangizni xursand qilgan bo'lasiz. Endi dollar kurslarini bir tanishtiramiz. Dollar kursimiz bo'lyapti 1.200.000 so'm bo'lyapti, rublimiz bo'lyapti 153.000 so'm bo'lyapti. Rahmat. Videoroliklarimizni boshlaymiz. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda naborlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan nabor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu naborlar, ruchkalar, qurollarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilib qolamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Savdosi bo'lyaptimi? Savdosi 20 bo'lyapti. 20 million, 25 million aytilyapti, 20 milliongacha savdosi bo'ldi deyapti. Nechta tuqqan aka bu? Sog'ilmaydimi? Semiz yemagan. Yemagan mol deyapti. Tuqqan sigir. Boqilgan ekan. Semiz mol. 25 million aytyapti, 20 milliongacha savdosi bo'lib qoldi deyapti sigirga. Az boraman shu yoqqa. Qancha bo'lib qoldi ekan bu sigir? Aka? Sigir 18 berilmayapti. 18 ga berilmayapti? Qancha baholayapsiz? 25 ta. 25 baholanyapti, 18 milliongacha savdosi bo'ldi deyapti. Ko'kchami, bolasi urg'ochimi? 4-chi bolasi, ha? Suti nechta beryapti aka? Ha? Suti 8 litr beradi. 2 mahaliga. 2 mahaliga 8 litrgacha suti bor deydi. Oldingiz aka 4 ta. Qanchaga oldingiz? Ha? 13 millionga. 13 millionga sotilibdi. Ko'kchi. Ha? 28. Savdosi 28 bo'lyaptimi? Qancha baholayapsiz aka buni? 30 million aytilyapti. Qancha bo'lyapti? 28 savdosi bo'layotgan ekan. Bolasi urg'ochi, ha? Nechinchi bola? O'kichami bolasi? Bolasi o'kichi ekan. Makka mushlan aka bir tishini bir ko'raylik. Ko'rsatmaydi. Nechinchi bolasi ekan aka bu? 3-chi. 3-chi bolasi. Suti nechta beryapti? 5-6 ta bor. 2 mahaliga. Ha? 2 mahaliga 5-6 litr. 2 mahaliga 5-6. Qancha ko'ramiz shuni? Aka bu tana. Qancha bo'lyapti aka tananing narxi? Bilmaysizmi narxini? Yo'q, bilmayman. Qancha bo'lib qoldi bu savdosi? 35 deyapman. 35 million deyapsiz? Savdosi bo'ldimi? 28 30 bo'lyapti. Savdo 28-30 gacha bo'lyapti. Zavlisiga. Bolasi o'kichami, urg'ochimi? Bolasi o'kichi ekan. Nechinchi bolasi? 4-chi. Suti nechta beryapti aka buni? 7 ta narsa 7-8 ta. 2 mahaliga. Nomer qoldiramizmi? Yo'q, nomer Shart emas. 35 million aytyapti, 28 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan shu sigirga. Savdo bo'lib qoldi deyapti. Urg'och ekan bolasi. Qancha bo'lib qoldi aka? 26 bo'lyapti. Savdosi 26. Savdo. Qancha baholayapsiz buni? 30 deyapman. 30 million
baholanyapti 26 milliongacha savdosi bo'lar ekan. Bola o'qishchi. Bolasi o'kicha nechinchi bolasi ekan bu? 5-chi bola. 5-chi bolasi. Bu litrda 20 litr suti bor. Ikki mahaliga. Ikki mahaliga 20 litrgacha suti bor deyapti. Nomer qoldiramizmi? Qo'yib qo'y, ketib qolarmi? Olar birontasi uyingizdan kelib. Qo'ysangiz qo'ying. Ayting. 97lik 97lik. 554 Aha. 5805. Ismingiz kim deydi? Qurbon. Qurbon aka. Manzil qayer? Qizil olma. Qizil olmadan. Kimga ana sigir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin raqamlarga. Sigiram sigir ekan. So'rayapti, 20. Usti 20 largacha beradi deyapti mana. 20-18 litrgacha. Bolasi nechinchi bolasi dedingizmi? 5-chimi? 5-chi bolasi. Kim oluvchilar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'kcha. Mana ne berar ekan? Savdo qancha bo'ldi? Savdosi 22 milliongacha bo'layotgan ekan. Qancha baholanyapti? 30 million baholanyapti. 21-22 gacha savdosi bo'layotgan ekan o'kchaga. Qancha bo'lib qoldi bu sigir? 26 so'rayapti. Savdosi 26 million bo'lyapti. Savdosi 26 million bo'lyapti. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasi. 8 litr sut beradi ikki mahaliga. Ikki mahaliga 8 litrgacha suti bor deyapti. Yigitlar. Son tushiring sonini. Orqa taraflari. Qancha baholadingiz aka buni? 30 deyapti. 30 million baholayapsiz. 26 savdosi bo'lib qoldi. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 94 514 Aha. 96 70. Ismingiz kim deydi? Jasur. Jasur aka, manzil qayer? To'da qishloq. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qancha bo'lib qoldi bu sigir narxi? 22 million savdosi bo'lyapti. 18. 22 million aytilyapti, 18 milliongacha savdosi bo'ldi deyapti sigirga. Nechta tuqqan aka bu? 4 tuqqan. 4 tuqqan. Ayrilgan bo'lasiz. Buchi? Bo'g'izmi necha oylik qornida? 7 oylik. Qornida 7 oylik bolasi bor deyapti. Bola Bu qancha deyapsiz buni bolani? 25 deyapman, 21 so'rayapti. 25 deyapsiz, 21 so'rayapti. O'kcha bolasi urg'ochimi? O'qishcha. Bolasi o'kcha ekan. Suti nechta beryapti buni? 3 litr. 3 litr beradi ikki mahal. Ikki mahaliga 6 litrga. Nomer qoldiramizmi aka ikkoviga? Nomer qoldiramizmi? 95lik. 95. 45 48. Ismingiz kim deydi? Zahriddin. Manzil qayerda aka? Muzrabot. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ikkita sigir chiqqan bolali. 7 oylik qornida bolasi bor deyapti. Bizning kanaldan kelgan kelishtirib beriladi. 14,5 bo'lib qoldi. Savdosi 14,5. Qancha baholayapsiz uni? 15,5. 15,5 baholayapti, 14,5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Nechta tuqqan aka bu? Bir tuqqan sigir? Cho'ylik bo'g'iz. Qornida 3 oylik bolasi bor. 800danmi? Yo'q, 3 oylik qornida bolasi bor deyapti. Yo'q, bu yoqqa qolishma. Nomer qoldiramizmi? Yo'q. Shart emas. Ha, ikkinchi to'shi mana o'kicha bolasi bor. Qancha deyapsiz buni? 27 deyapman, 24 so'rayapti. 24 savdosi bo'limdaroq turing-da. 24 million savdosi bo'layotgan ekan. Nechinchi bolasi bu? Ha, ikkinchi bolasi mana o'kicha. Bolasi o'kicha ekan. Bersin 24 Suti bo'ladi. nechta beryapti? Ha, Suti. suti 2 mahali 8 ta sut beradi. 2 mahali. 20 jo'kka. Ber. Hozir aka. 24 million savdosi bo'ldi. Kelishtirib ko'ring, yo'lda chiqmayman. Endi o'rta ziyat. Tanalar. 13 dan o'qishcha aka. O'kichami hammasi? O'kichalar. 13 dan deyapsiz? Qancha bo'ldi bular savdosi? 24,5. Savdosi 24,5 bo'ldi. Ikkovi, ha? Ikkita o'kicha 24,5 gacha savdosi bo'ldi deyapti. Savdosi qancha bo'ldi ekan buni? 5 oylik emas. Savdosi. Qo'lga tegmaydi. Aka savdo qancha bo'lyapti? Aka savdo qilsam men. Savdolashdi bu bilan kishi?
Bu qo'ydagi javob uka. Aka, qancha bo'lib qoldi buni savdosi? Savdosi 15,5 deb bermayapman. 15,5 ga bermayapsiz? Bo'z mol. Qorda 15,5 necha? ga bermayapman. Qorda necha oylik? Ha? Necha oylik? 4 oylik. Nechi tuqqan bu? Ikkinchi bolasi ichik. Qorda ikkinchi bolasi. 15,5 million savdosi bo'ldi deyapti. 14 million 8 savdosi bo'lyapti. Qancha baholayapsiz? 15,5. 14 million 8 gacha 14,5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan shu o'tkazgan. Necha bo'lib qoldi ekan bu o'kizcha? 14 bo'ladi. Savdosi. 14 Savdosi 14,5 million. 14,5 oltin narxi beramiz deyapti. Qancha baholadingiz buni? Qancha baholayapsiz? 16 deyapman, 14,5 bo'lsa beraman. 14 15,5 ga so'rayapti. O'kizcha. 20 million deb turibsiz? Yo'q, 23 deyapman. Aha. 20 millionga bermayman. 20 million savdosi bo'lyaptimi? 23 million baho qo'yilyapti, 20 milliongacha savdosi bo'lyapti. Bo'g'ozmi? Necha oylik qorni aka? Endi garantiya shuncha deyilmaydi. 3-oy? Qorni bolasi bor deyapti. Necha tuqqan bu aka? Birinchi varna. Qorni birinchi. Aniqini bilmaysiz necha oyligini? Birinchi bolasi ekan. 15 deyapman. 15 deyapsiz? Qancha bo'ldi buning savdosi? 12 million 200 ming so'm savdosi bo'ldi deyapman shu kichaga. 12,5 bo'lsa beraman. 12,5 oltin narxi beraveramiz. Qancha bo'lib qoldi aka bu tona? Savdosi qancha bo'ldi? 15 million savdosi bo'ldimi? Qancha so'rayapti? Qancha so'rayapti? Qancha? 17 deyapsiz? 17 baholanyapti, 15 gacha savdosi bo'lib qoldi deyapti. Qanaga? 15 deyapti mana qanaga? Oldi 12. 12? Ha, yo'lish bo'lsa bu. 13 baho qilyapti, 12 millionga savdosi bo'layotgan ekan. Nargini qancha deyapsiz? Nargin 7,5. Nariroq turasizmi aka? Videoga. Men bu tushunga. Ha, tushiramiz. Ha, shu odamniki keladi. Qancha bo'ldi buning savdosi? Yo'lish bo'lib qoldi. 13,5 bo'lsa o deyapti. 13,5 million baho qo'yapti, 13 ga savdo bo'lib qoldi ham. Tuqqanmi aka bu? Tug'ganmi, tug'maganmi? Bilmagan. Qana. Bu kichalar qanchadan bo'ldi? 13,5 ga 13. Qaysini 13 bo'lyapti savdosi? Bu bular 13 dan bo'lyapti. Bu 13,5 savdosi. Qanchadan baholayapsiz bularni? 15 dan baholanyapti, 13 gacha savdosi bo'layotgan ekan shu kichalarga. Momasi bilan nevarasi bu. Ha, 8,5 bo'lsa beramiz. 8,5 million? 8,5 million deyapti mana. Sizlar qancha bo'lib qoldi aka? 13,5 savdosi bo'lyapti. Qancha baholadingiz aka buni? 14 dan chiqsa beramiz aka. 14 dan. Tanami bu? 14,5 million deyapti. 16 deyapsiz. 16 million deyapsan? 16. Hozir. Tuqqanmi bu? Birinchi bolasi bu. Qorni necha oylik? 5 oylik. Ha? 5 oylik. Qornida 5-oylik bolasi bor deyapti. Mana 5 oylik qornida bolasi bor deyapti. Qancha bo'lib qoldi buning savdosi? Savdosi 10 deyapti. Qancha baholanyapti? 16. 16 baholanyapti, 14,5 14 gacha savdosi bo'ldi deyapti mana. Mana biz ularga aytamiz, bu kichalar. Murat, bu kichalar qanchadan bo'lib qoldi? Ben keldim. Sherdamisiz? Charchamayapsiz? Qanchadan bo'lyapti bu kichalar? Kichalar 20 million so'm so'rayapti. 20 milliondan? Hozirroq chiqsa gurgina qilamiz. Ha, hammasigami? Ha, shunday. Qancha so'rayapti bozor? Ha, bozor qanchadan so'rayapti? 20 million bekor so'rayapti. Ekovi 20 million bo'lyapti. Buchi? O'zini ham tushirib Ha, tushiryapman mana bu kishi pasayam shu. 7,5 million so'rayapti. Mana 7,5 million deyapti mana. Mana. Qanchadan bo'ldi ekan? Qanchadan deyapsiz bular? 12 aytilish. Aytilishi 12,5 dan. Savdosi?
Savdo 11.200 dan bo'ladi. 11.200 dan bo'lyapti. 11.200 dan bo'layotgan ekan. 11.200 dan. Savdosi. Qancha bo'lib qoldi aka bu? Buzov. 10 million so'rashyapti. 10 million so'rashyapti. Qancha baholayapsiz? 12 deyapti. 12 million aytilyapti. Mana 10 millionga savdo bo'lib qoldi deyapti. Yaxshimiz. Qanchadan bo'lib qoldi aka bular? 11 ga 9 bo'ladi. Mana bu 9 million bo'lyapti, bu 11 million bo'lyapti savdosi. Bari ko'rasiz. Zo'rmiz. Qanchadan baholanyapti bular? 12 dan 10 ga. Narigi 10 million, bu 12. Nima gap? Hozir tinch. 11? 11? Nima bo'la bu? 1.200 dan narxini aytyapsiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? Ha? 9? 11. 11 million aytyapti. 9,5 9 gacha savdosi bo'ldi deyapti. Endi arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyaga yozaveramiz. 11 million deb turibdi. Qancha bo'lib qoldi savdo? 9 8 million 8 so'rayapsizmi? 8 million Sen qanchadan baholayapsan buni? shu ven deydilar, venga buni. Ha? 10 deb turibsan. 8 million bo'lsa bor. 8 millionga mana savdosi bo'layotgan ekan shunaqaga. Bu 11 bo'lyaptimi savdosi? Nargichi? Nargi 11,5 bo'lyapti. Qanchadan baholanyapti bular? 11,5 12 bo'ldi. Ha, bu 12 bo'lyapti. Savdo qancha bo'lyapti? Ha? 14 so'rayapti. Ha? 14 savdo bo'lyapti. Deyaptimi deyman? Deyapti? Savdo bo'ldimi? 14 deyaptimi deymanda? Buchi? 15 deyapti mana. To'yladi, 10 va 20 million oldi, baraka bo'ldi. Savdosi bo'ldimi? 13 million, 13,5 million. 13,5 million savdosi bo'layotgan. Program sigirimiz sotildi. Qanchaga baraka bo'ldi, brat? Ha? 19 million 800 ming so'mga sotildi. Qorna birinchi bolasi ekan. 17? Qancha baholanyapti bu? 19 yaptı. 19 baholanyapti, 17 millionga savdosi bo'layotgan ekan. Mana bu kishamni sariq 30 millionga sotilibdi. Bu kimdan ekan? Egalari sotilgan mana bu qizlar. Qanchadan? 14,5 million Ikkovi bir joyda 14,5 millionga. boqishga. Boqishga bo'ladi. Bir joyda 14,5 millionga olgan ekanman. Qo'shqor. Mana hurmatli obunachilar. Bozor, yangi bozor. Endi mayda mol qatoriga o'tamiz. Senkrani ertalabki savdo.